Avtobusda g'ayribsinib o'ltirgan bir dadaning o'g'li va kelini to'g'risidagi bayonlari faqatli yodimdan chiqmaydi. O'g'limdan dilim bak ranjidi deb so'z boshlagan edi dada. Ayol ishki emas. O'g'limizni men bir jafoda o'qitib, aran xizmatga chiqardik. Qarzilib yurib, to'yini qildik. Buningga qilchim o'kinishim yo'q. Lekin o to'y qilib olibla biz bilan kori bo'lmadi. Hammamiz bir o'ylada o'ltirsaqmi, ayol ikkisini ishqi berib kelgan chog'larda uchirdik. Dastlabda onasi bobo boshqa ancha g'ayribsinib ketmagan edi. Lekin 2 yil ilgari onasi tugab ketib, bakmi yolg'izlik tatib qolyapti. O'g'limdan zinhor pul mol tama qilmayman. Bir o'yladi bo'lgandan keyin og'zining uchida bo'lsa-mu, yaxshi turyotamsan dada deb qo'ysa. Ancha-muncha holmon qilishib basa deyman. Lekin o'g'lim bunday qilish tugul, o'ylaning o'ttirsidan tam qo'pirib ayrim ishga yechib oldi. Ba'zi kunlari o'ylada g'ayribsinib o'ltirganimda o'g'limning bolasini erkilatayotgan o'xshab kulgilari, navramning biliqlab kulishlari quloqimga kirib qolsa, mening o'g'limni erkilatgan jafosi rahat bilingan o'sha chog'larim yodimga yetib azobdan o'ldirib ketdiman. Meni o'g'lim bunchalik hurmatlamagan yerda kelinim qanchalik hurmatlaydi deysiz. 2 kun ilgari kelinimdan hech kimdan anglamagan til ohanatni anglab azoblanib bir kun yig'ladim. O'g'limning ishdan tezroq kelib bana tasalli berishini, dada ko'nglinga amma onunga men o'zim tarbiya beray deyishin kutib bir kunni ara kesh qildi. Ammo ertasigacha o'g'limdan sada chiqmadi. Bir kuni saharda eshik oldida o'ltirsam, o'g'lim navramni ko'tarib eshikdan chiqib keldi. Navramni seg'ing'ashqa o'g'limni qayta chaqirsam, u parvomi qilmay navramning menga talmirib turgan ko'zlarini mendan majbur qochirib sirtqa mangdi. O mening yolg'iz o'g'lim edi-ku. Mana endi u balaliq bo'ldi. Bola muhabbatini obdan tushunadi. O o'z bolasiga bergan muhabbatni men unga bergan emasmi? Mana bu dadaning farzandiga baxsh etgan tangdoshsiz muhabbatining yuksak pallada namoyon qilinishidir. Ota-onaning ana shunday g'arazsiz muhabbati, cheksiz g'amxo'rligi, jon fidolik bilan borlig'ini otashlari inson bolasini quritdinmi ojiz bir holatdan o'zini qaltis chaqlaydigan bardamlikka, ko'ranglikka ulashtiradi. Şoňa biz ota-onalarimizning ko'zidan yosh oqizmayli. Ularning hayot chig'ida xizmatini ko'proq qilib olayli. Onalarimiz, dadalarimiz yolg'iz qolmasin, yig'lab